Assalomu alaykum. Aziz Faiz tabriklash agentligi jamoasi Amadora Ma'rifatdan Rajab akamizni farzandlarini undan xursand qilamiz. Kuzatib turing. Turban qaddim kelib Urur tog' qoyasida Yuribman damlisi Dadamiz soyasida Rahmon umr yo'llarim Gulzor Dushmanga xor bo'lmadim Dostlarga zor bo'lmadim Yashadim hech Dadamiz soyasida Rajab aka tabriklaymiz. Keling marhamat, barcha yaqinlarni taklif qilamiz. Tabriklaymiz. Dadamiz soyasida Sayyoralarimizni ham taklif qilamiz. Yo'llariga marhamat. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Barcha mehmonlarga hamda mezbonlarga barchani tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kunlar bilan, shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Bugun Faiz tabriklash agentligi jamoasi mana shunaqangi faizli xonadonga tashrif buyurishimizdan asosiy maqsad bugun Rajab akamizni tabriklab tashrif buyurdik. Rajab aka tabriklaymiz. Shukrona gurizma sayyorona tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rajab aka syurpriz kutganmidingiz? Tabrik. Kutilmagan tabrik bo'ldi sizga. Nima deb o'ylaysiz? Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Kimlar nomidan bo'lishi mumkin? Taxmin ko'ringchi. Albatta barcha farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz. Dilnoza, Zokirjon Otabek va kelinlaringiz Gulmira, Muhayyo barcha farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz. Bitta qarsiylar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Tabriklaymiz. Barcha farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Kelinlaringiz nomidan Rajab aka tabriklaymiz. Surasining juda yaxshi ko'rgan farzandlaringiz. Kelishimizda oldin ular bilan gaplashgan farzandlarga taklif qildik. Otabek rahmat, yo'llarda turibsan. Ota-onamizni farzandlaringizdan gaplashdik. Dadajoningizni shukrona kunlari bo'lsa, qanaqangi tabriklari bor, qanaqangi tilaklaringiz bor, nimalar deb tabriklaylik deb so'radik. Shunda farzandlaringiz aytayaptiki, ukam bugun bizani xonadonimizda katta bayram deyapti, katta tantana deyapti. Buni sababchisi bizani davlatimiz, dadajonimiz bo'ladilar. Bugun shukrona kunlari avvalambor tabriklaymiz deyapti. Siz quvonchli kuningiz bilan bizani mehribonimiz, farishtamiz, onajonimizni ham tabriklaymiz deyapti. Dadajonimizni shukrona kunlari bilan. Farzandlaringiz aytayaptiki, Rajab aka, ukam deyapti, dadajonimni, onajonimni mehribonligini, g'amxo'rligini qanaqangi so'zlar bilan ta'riflab bersak ham kam aslida deyapti. Ota-onamizga nima qilsak ham, nima deb ta'rif bersak ham kam deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham, bugungi quvonchli kunlarda o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz deyapti. Rahmatlarimizni bildirmasak bo'lmaydi deyapti. Shunda so'radim, qanaqangi rahmatlaringiz bor ota-onangizga deb farzandlaringizdan. Shunda ular aytayaptiki, avvalambor rahmat aytamiz ukam deyapti dadajonimizga, hamda onajonimizga. Bizlarday farzandlarni dunyoga keltirganliklari uchun va o'stirganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti.
bizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotganliklar uchun rahmat aytamiz. Bizni hamisha to'g'ri yo'lga boshlab kelayotganliklar uchun rahmat aytamiz deyapti. Bizlarga chiroyli tarbiya berayotganliklar uchun ham rahmat aytamiz deyapti. Farzandlaringiz aytayaptiki, chunki hozirgacha bizning farzandlar qanaqangi martabalarga, qanaqangi yutuqlarga erishib kelayotgan bo'lsak, ularni hech biri o'zidan o'zi bo'lib qolmayapti. Ularga sababchi inson bor. Va albatta bizani dadajonimiz va onajonimiz bo'ladi deyapti. Sababi avvalambor bizani dunyoga keltirdi, voyaga yetkazdi, o'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, hayotni har qanday qiyinchilik kunlarda ham, sinovli damlarda ham o'zlarini o'ylamasdan faqat farzandim, bolam, chaqam deb yashab kelyapti. Biz rahmat aytamiz barchasi uchun deyapti. Dadajonim ertani erta demay, kechani kecha demay faqat halol mehnat qilgan insonlar deyapti. Biz juda yaxshi ko'ramiz shu insonlarni deyapti. Va hozirgacha barcha erishgan orzu maqsadlarimiz sabab bu ota-onamiz bo'ladi. Chunki ularni bizga yoshligimizdan beri berib kelayotgan tarbiyalari va har kuni bizani qilayotgan duolari sabab katta orzu maqsadlarimizga erishib kelyapmiz. Biz rahmat aytamiz deyapti. Va biz mana shunaqangi halol, oqko'ngil, mehnatkash insonlarni farzand ekanligimizdan har doim faxrlanib kelganmiz deyapti. Va ular aytyaptiki, farzandlaringiz aytyapti, o'g'il qizlaringiz kam bizani ota-onamiz, nafaqat ota-onamiz deyapti. Balkim bu hayotdagi eng yaqin do'stimiz va birinchi ustozimiz sanaladi deyapti. Qanaqasiga deb so'rasam aytyaptiki, chunki biz farzandlarga birinchi bo'lib oq va qora neligini o'rgatgan inson bo'ladi dadajonimiz, onajonimiz. Halollikni o'rgatgan inson bo'ladilar va eng asosiysi birovning haqqiga xiyonat qilmaslikni o'rgatganlar. Biz rahmat aytamiz deyapti. Lekin ba'zida bir-birimizni xafa qilib qo'ygan bo'lsak, bugun barchasi uchun kechirim so'raymiz ota-onamizdan deyapti. Ular aytadiki, Rajab aka, Xudo xolasa bugun shukrona kuningiz. Bugungi kuningizni Xudo xolasa farzandlaringiz bir eng unutilmas ulardan biri bo'lishini xohlayapti. Sizni xursand qilishyapti farzandlaringiz. Akam bilan opamlar bilan gaplashganda aytayotgandi, "Sizning ota-onam juda ham bebaho inson ekan" deyapti. Juda ham bebaho inson. Juda ham mehribon inson. Gapirsak tabriklar juda ham ko'p, soatlab, oylab, yillab gapirsak arziydi deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham, dilidagi so'zlarni farzandlaringiz bitta tabrik she'rlarga ko'chirgan ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomidan siz uchun bitta ajoyib tabrik she'rlarini o'qib eshittirsin. Rajab aka, marhamat. Dunyoda g'amim yo'qdir armonim. Yonimda bo'lsangiz shu toju taxtim. Allohga shukrona aytaman doim. Dada borligingiz eng katta baxtim. Yiqilsam yonimda tirgak bo'ldingiz. Boshingni tik ko'tar bolam dedingiz. Keragidan ortiq mehr berdingiz. Dada borligingiz eng katta baxtim. Sizdan qarzlarimni uzganimcha yo'q. Siz bergan mehrni berganimcha yo'q. Hali sizga rahmat aytganimcha yo'q. Dada borligingiz eng katta baxtim deb yozing. Bitta qarsilar bilan qo'llab qo'ysangiz hamda ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomisi uchun bitta ajoyib sovg'alarim bor. Bitta go'zal qarsilar farzand o'zi topshirib qo'ysalar, keling marhamatga ota-onamizni bag'rimizga o'z tabriklab qo'yishimiz mumkin. Do'stlarni ham taklif qiling, tabriklab qo'yishdan mumkin. Rajab akamizni tabriklab qo'ysa bilan bag'rimizga o'z marhamat. Mehringizdan yashlab yuraman. Marhamat, keling joy namoz tasdiqlaymiz. Tabrik etamiz. Dunyodagi eng ulug' qavmlardan biri tabrik. Dadasizni yaxshi ko'raman. Aytganingiz qilmaganim bor. Qadringizni bilmaganim bor. Kechirimni so'rayman qayg'ur. Dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadamam mehribon dadam. So'zlarida sehr bor dadam. Dardlarga xo'rso'rlar odam. Dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadamam mehribon dadam. So'zlarida sehr bor dadam. Dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadamam mehribon dadam. So'zlarida sehr bor dadam. Dadasizni yaxshi ko'raman.
barchani qo'shib bilan Rajab aka tabriklaymiz. Murodjon tabriklaymiz. Kayfiyatlaringiz qanday? Zo'rmi, yaxshi ma'lum, hamisha zo'r bo'lsin. Alloh bo'lsin kayfiyatlaringiz. Farzandlaringizni vaqtingiz hamisha sog' bo'ling. Sizlarning vaqtingizga farzandlaringiz sog' salomat bo'lsin. Hamisha tabriklaymiz yana bir bora. Endi ular nomidan bir so'zlarni yetkazdim. Farzandlaringiz nomidan tabriklarni yetkazdim. Lekin bilaman o'zlari ham bor, siz aytadigan kelinlaringiz yaxshi niyatlari bor. Lekin ulardan oldin ana shu yerda sizlarni hurmat qilib tashrif buyurgan mehmonlar bor, do'stlar bor. Ularga mikrofonni bersam, ruxsat bersangiz. Tabriklab qo'yadiganlar bormi Rajab akamiz? Yaxshi niyatlar bo'lsa marhamat yo'llab qo'yishlaring mumkin. Marhamat. Rajab Cho'ra Xudo. Rajab Sara. Bugün quvonchli kunda esa men ham yomon quvonibman. Ular shu hamisha shunday quvonchda yuravering. Ular hech injamay bog'larning shad hurramligini ko'rayveringlar. Ey qardoshlar, vaqt chog'larni ko'rib, suyib o'tiribman. Hemşe tebrikler bir oturuş nasip etsin. Evet, gelmeyiz. Recep Tayyip Erdoğan bu kontrolü yerinde Erdoğan Beylerbeyi bağlarını bırakıyor. Hem o yaş kuruluşa gireceğiz gibi soruyor. Rahmat. Recep Tayyip Sayar'a bundan sen puan Recep puan olursa Recep Tayyip puanlarını tebriklemen. Şu daim şu an muhabbeti ders kala açık olup öndeki dilerde oturamıyoruz. Recep Sayar'a şu Tuğan kulağınız kutlu olsun. Şu konuşlu kulağınız koyup olsun. Bağlarınızdan, lastiklarınızdan oynayıp biliyorum. Sağ olun. Bo'lmay turganda bo'lish kerak. Recep Sayar'a şu baxtli oğullar Recep Tayyip'e tebrik ediyoruz. Rahmat abi. Recep'e Recep'e tebrik ediyorum. Şu Recep Tayyip'e bu yürümek nasip etsin. Yaşlılar çok sorun. Artık çabukların toy böreklerinde oturmak nasip etsin. Ayrıca o geçirip geçsin. Kuvaş okullarda olanın özü köylü destekliyorsun. Hemşe şuna ahtıklarının toylarında olmuşsa şu toy olsun, yurtumuz tınç olsun, asmanımız musafa olsun. Hemşe hemen ileride şunu ya şükürlerde bağlarımız sol bulup şimdi tebrikle bir olsun bize korsanız. Kubesi şuna. Rahmat. Hadi tebrik. Rahmat. Recep Tayyip'e hemşe Recep Bey'e çiçeğe tebriklemen. Hemşe sağ olun. Bizler yaş göremem. Recep Tayyip Erdoğan Prezident tebriklemen. Şu fərsətlərinizin vaxtı kamalını korumlargaysiz. 60'ga yetib, 70'ga 80'ga sekrep 90 ve toplaş bizle izleş bir geçirecekler. Ayıpan bilen birge. Assalamualaikum hemşe. Atay bugün şu kahvemizde. Ben bizden vaxtımızda elimizde sağ verelim. Ayıpan'ın namından tebriklemen.
yine tebrikime oyunuz uzak olsun. Dikkat barışımda. Katta rahmat. Barcha aytilgan yaxshi niyatlar tilaklar ijobat bo'lsa tabrikimiz yana bor. Barchaga tashakkurlar. Endi Rajaboyga o'ziga mikrofonni bersam, farzandlaringizga, mehmonlarga, do'stlarga yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qo'yishingiz mumkin. Onajonimiz sizni tabriklab qo'ysalar bo'ladi. Marhamat. Tebrikler, ata tebrik. Zo'rimiz. Komşular, tuğalar, her dostlar kelgan ekan, kelinlarimiz, qizlarimiz, ukalarimiz, hammamizga rahmat, tabriklarimiz uchun. Kelinlarimiz deymiz, ba'zimiz qolib ketdi. Shu to'y marakalarimizda, yosh kunlarimizda uchrashmoq nasib etsin. Hammamizga yosh kunlarda uchrashmoq nasib etsin. Bizni qiz söylab bilmaydimi? Vaqtimizda sog' bo'lin. Yomon bo'lsa ham Instagramga chiqarmanglar. Tabrikimiz yana bor. Mashinalar. Endi bugun katta bayram. Rajaboyga katta tantana. Xonadoningizda barcha yaqinlar bergan bitta o'yin davrasini ham qilsak, nima deysiz? Shu qo'shiqlarimiz bo'lsa barchani o'yin davrasiga taklif qildik. Mikrofonni esdalik uchun so'rashlar qilmoqdamiz. Marhamat.